manbasi internet. Ras taqdirning oldiga o'tolmaymiz. Faqat taqdir va tanlash orasida üzüp yurimiz. Qalbga bir ishq tushsa, shuning yo'lida mangdirdigan bir chirog'mi bo'ladi. Hech arzusi bo'lmagan insonlar dengizdagi yelkansiz kemaga o'xshaydi. Shamol qaysi tarafga itarsa, shu taraf qarab mangadi. Qalbida uni aram topqizmaydigan, doim uni asıltib turadigan, asla vaz kechmaydigan kishilar bo'lsa, yovi o'simliklarga o'xshaydi. Yovi o'simliklar eng qiyin sharoitda o'sadi. Buran chapqunda qumurilmaydi. Yağmurda ezilmaydi, yimirilmaydi. Qarda ko'milmaydi. Tağlarda, taş arasida baş götürüp çıkıdı. Ussuzlukta ölmeydi. Açlıktan qurmaydı. Qat'iy iradаңыз bo'lsa, vücudga chiqmaydigan arzu, amalga oshmaydigan umid bo'lmaydi. Tirmishing armonga cho'qim yetisiz. Bu umid chirig'i asla o'chmasin. Tabiatdagi hech narsa o'zi uchun yashamaydi. Dengiz daryolar o'zining suyini o'zi ichmaydi. Dal daraxtlar o'zining mevasini o'zi yemaydi. Quyosh, yulduz, oylarmi o'zini o'zi yo'ritmaydi. Gul va bog'u bo'stonlarmi o'zini o'zi purmaydi. Hammasi koinotning mavjudligi uchundir. Biz hammamiz bir-birimiz uchun yashaymiz. Şuna bir-birimizga yordam qilishni unutmaylik. Bir-birimizning baxt saodatida, xushalligiga, mavjudligiga sababchi bo'laylik. Kimki qarindishning yordamida bo'lsa, Alloh uning yordamida bo'ladi degan ulug' so'zni unutib qolmaylik. Qulluq kishan chaqmay turib, şahlık düşündün örgüley. Teşteki gül tikmey turup, bostan düşündün örgüley. Kız oğul evlatlarınğa bir burdunan tapmay turup, öyde çaşkanğa gipek yok, şöhret tamadın örgüley. Bir kazanğa çıkıp baş patmağını acayip, neşkeşinin hiyali dövlet düşündün örgüley. El jığlaydı millet deb, can pidadır vətən deb, təsbih dağıtıp mihrabda cennet düşündün örgüley. Abdurrahimcan. Ügünüş, bilim eliş, kitap bilanla bulmaydı. Tabiatga bak, dünya kez, tiximicik şeylerni, mücizlerni bayqaysın. Bilimlik adamdan örnek elişmi ügünüş? Bilimsiz adamdan ibret elişmi ügünüş? Arzuyun üçün besilgan qadamlarındaki, her bir qadamlarındaki bedellerin, terlerin bir ügünüş. Korkmaz ruh. Abduri Asya Uyghur. Ukraynalarning dunyoni qo'zg'atishiga sabab bo'lgan eng muhim omil dal ulardagi qo'rqmas ruhdir. Biz Ukrayna masalasida dunyoning Ukraynani birlikda tarixda misli ko'rilmagan shaklda umumyuzlik qo'lg'aligiga shahid bo'ldik. Balki nurg'unlarimiz bu haqda o'ylanayotgan bo'lishimiz aniq. Undaqda nima uchun dunyo Uyghur uçurgan ırg'i qirg'inchilikqa qarshi Xitoyga umumyuzlik qarshilik bildirilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti BDT Umum Majlisi çarşamba kuni Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligini qattiq aybladi va askarlarni darhol va to'liq chekintirishni talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlatning 181 bilet tashladı. Bunun içinde 141 devlet Moskvani ayıplaydigan qarorni qo'lladı. Faqat Rossiya, Belorussiya, Suriya, Shimoliy Koreya
ve Eritreye qatarlıq 5 a'za dövlət bununğa qarşı çıxdı. 35 a'za dövlət avaz beriş huquqdan vaz keçken bolsa-mı, bu qararını ma'qullaşqa ehtiyojliq 3dan 2 qism köp sonliqqa ta'sir ko'rsatmadi. Shundaq qilib, tunigin Birleşken Devletler Teşkilatı'da Rusiyanın uruş to'xtatish haqidagi jiddiy talab köp sonliqlarning qo'llashiga erishdi. Ammo 2018 yilidan taki 2022 yilgacha BDT'da Uyg'urlarni qo'llab Xitoyga qarshi ovoz bergan davlatlarning soni texichila 40 dan oshmadi. Bu farqning sababi zodi nima? Ukrainaliklar Rusiyanın tajavüzü aldıda dastlab xuddi Uyg'urlarga o'xshashla yolg'iz qolgan edi. Ammo Ukrainalarning urushdan qo'rqmas ruhi, qahramonligi va bu zulmga qarshi, tajovuzlarga qarshi millat bo'yicha qo'zg'alishi urush jarayonidagi boturligi xilma-xil ta'sirlik manzarlarni maydonga keltirdi. Ular mushundaq bir natijaga erishishda yadro qurollarga, atom bombalarga yoki tank pulemyotlarga emas, balki xalqaro uchur vositalarga bakrak tayandi. Agar xalqaro uchur vositalaridan unumli foydalanmagan bo'lsa, Rossiyaning istihboroti Ukrainalarga qilgan tuhmatlari va propagandalari birlashib Ukrainaning haqli kurashlarini haqsizga chiqarishi, Ukrainalarning qahramonlik jasoratlaridan dunyo xalqi ko'p xabar topolmay qolgan bo'ladi. Bu qahramonlik va jasorat düşmanga qarshi kurash sababida millat bo'yicha bir niyat va bir maqsadda uyushish ruhi dunyoning vijdonini uyg'otdi. Bir millatning o'z vataniga tajovuz qilgan düşmanga qarshi birlasha olishi butun dunyodagi shomi o'chishga yuzlangan insonlik va nasli qurib ketgan qahramonlikni insonlarning yodiga soldi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilsa, askar avatmaydiganligini jakarlagan Amerika va g'arb davlatlari birdilla zamonaviy harbiy qurol-yarog', pul pichoq qatorliq insoniy yordamlar bilan Ukraina qo'llagan bo'lsa, Rossiyaga qarshi tarixda ko'rilmagan darajadagi jazolash tadbirlarini e'lon qilish, hatto davlat mudofaa siyosatlariga tuzatish kirgizish, Rossiyani xalqaro pul muomala birligidan tepib chiqarishga o'xshash urushdan avval hatto o'zlari faraz qilmagan darajada Rossiyaga umumyuzli qarshilik ko'rishini boshladi. Bu bir qancha kunlarda axborot vositalarida Ukrainaga bo'lgan dunyoviy qo'llashlarning qanchaligan ta'sirlik sinlarini ko'rdik. Ko'zlarimizdan qanchaligan hayajon yoshlarini to'kmadik. Endi o'zimizga nazar solaylik. Bizmi Xitoy zulmiga qarshi necha 10 yil butun dunyoda dard anglatdik dedik. Ammo dard anglatganlar bilan dardi yo'qdek yashagan Uyg'urlarni nisbatlashtirsak va bu ahvolni Ukrainalarga selishtirib boqadigan bo'lsak, balki nima uchun dunyo Uyg'urga kelganda sukutda, ammo Ukrainaga kelganda qahramonligi birdilla uyg'onib qolganligining sababini tushuna olamiz. Holbuki vatan sirtidagi har bir hayot Uyg'ur, vatan ichidagi millionlagan Uyg'ur uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning tirik shohidlari edik. Ammo London sotiga yoki shahid bizdagi irqiy qirg'inchilikqa berilgan guvohliklarni sanab kelsak, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning 1%ga yetmasligi muqarrar. Afsus. Uyg'urlar qahramon bir xalq, qahramonlik yaratgan bir xalq. Chunki ular yigana va quruq jismi bilan 70 yildan beri tajovuzchiga qarshi kurashni hech to'xtatib baqqani yo'q. Ammo bugun biz yuqori fan texnika davridagi zamonaviy urushlarda uchur vositalarining yadro qurollaridan kuchli ta'sir paydo qila oladiganligini ko'rdik, tushundik. Agar Ukraina hodisasi hosil qilmoqchi bo'lsak, chet eldagi Uyg'urlarning qo'lida xalqaro uchur vositalaridan iborat bir kuchli qurol va uchrayotgan zulmimizning rostligini isbotlaydigan kuchli isbot o'zimiz bor. Bizda kam bo'layotgani faqat ishonch va jasoratni tepib olaylik.
yüz beriyotgan jinoyatlarning isbotini har birimiz birdan o'tirg'i tashlab dunyoni ko'miyotganimizda Ukraina uchun dast turadiganlar biz uchunmi dast turishi muqarrar. Chunki insonlikqa qarshi elib berilayotgan har bir jinoyat mayli Uyg'urga qartilgan bo'lsin yoki Ukrainalarga qartilgan bo'lsin, natijasi oqibatda butun dunyodagi insonlarni aloqador qiladi. Shu vajhidan bu jinoyatlarning nomi insonlarga qarshi jinoyatdir. Dunyoni Uyg'ur uchun dast turmaslikdan nomus qildirish uchun oldi bilan biz dast turayli azizlar. Biz dast turayli. Dast turayli. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.